Assalomu alaykum obunachilar. Mana Xitoydan to'g'ri Andijon mebel bozoriga zavodskoy fabrikniy ishlarimiz keldi. 100% yog'ochda bo'ladi. Koja, teri. Nima deyapti akalar? Oyoqlarning taylarigacha bo'ladi boshqa. Bu tomonda rangi boshqacha stildagisi ham bor. Kreslo, divan kela olasizlar. 39-joy bizniki. Xo'p, ramkasiz macharkaliklarimiz ham keldi. Mana bemalol xarid qilib keta olasizlar. Batutlar nima deyapti akalar? Orqalarigacha mana ko'rib ko'rasizlar. Ola narxi olma bitta Spark puli.